Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilarimiz, hammaga xayrli kun, yaxshimi, sog'lom kayfiyatda, yaxshimi? Bugun 22-sentyabr savdomiz, xudo xolasa boshlab berdik savdolarimizni. Demak, sizlarga eslatma, trekkerlarimiz ko'p. Bu yerda sizlarga hozir bir premyer aksiya narxdan nalichida qo'yib beramiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan trekker premierni 205 milyon so'mga beramiz mashina. Mashina propanda 50.000 kilometr probeg, 4 tane balon qo'yilgan. Usta görmeyen hali, motorlar ham icheri ochilmagan. 50.000 yurt tuttu. Xo'sh, ishlar ham chotki. Kamisi yo'q. Nalichida 205 milyon so'mga qo'ydik mashinani. Faqatgina naqd pul bo'lsa, kredit oladi bo'lsa gaplashamiz shunda. Deb ko'rib tekshirtir bola orasida. Ishlari barcha balonlar qo'yilgan. Xullas, rasxoti yo'q. Hazat binasida propandan, benzindan zo'r yurib turibdi. 4-pokoleniya propan gazlar qo'yilgan. Kamisi yo'q xullas mashina hazat binasida. Qiziquvchilar bo'lsa, Qo'shko'pir avtomarketda sotuvda turadi. Hozir bu mashinalarimiz chiqqan bo'libdi endi. Bular mo'yka qilingandan keyin sizlarga bir qator obzor qilib, ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz. Bundan bir premierimiz bor. Bu 23.000 kilometr yurib turibdi. Benzinda 23-yilda ishlab chiqarilgan. 218 milyon so'm, 215 milyon atib beramiz buni. Trekker premier bor. Mana to'g'ri. Yo'l bola orasida. Beskulchoy dostuplarni ham ishlab turibdi. Massajlar ilarida ochadi xullas. Bunda Honda'miz ham sotuvda, aynan shu bolaniki. Mana yuvatibdi. Bugunda yuvadim bu mashinani. Ko'chasi chang. 1 minut kaladidan yuvib, serib qo'yadi yana. Avtrekning 195 ga vaqt bo'lsa, go'stida. Qani? 505. 505 ne? 195. Ha. Eltizimi, elsimi? Elsi. Gazdan mo'ji qo'yilgan. Mo bir yudurib bering, keyin obzor atamiz addenni. Üfletsangiz bo'lmaydi buni. 195 ga beramiz dedi. 203 milyon turadi, na? 195 milyon so'm beramiz dedi. Yo'l bola orasida.